Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan UZ Sport YouTube kanali. Bizning kanalimiz bilan birga bo'layotganingiz uchun katta rahmat. Va albatta, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bugun sizlarga mashhur o'zbekistonlik jangchi ACA tashkilotining eng yengil vazn toifasidagi eng kuchli jangchilaridan biri Xolmurat Nurmatov haqida yangilik taqdim etamiz. U 23-oktyabr kuni Dubay shahrida bo'lib o'tadigan ACA 194 turnirida rossiyalik jangchi Umalat Israpilovga qarshi oktagonga chiqadi. Bu jang Xolmurat Nurmatovning ACA'dagi 7-jangi bo'ladi. U bundan avval ushbu tashkilotda 3 marta g'alaba va 3 marta mag'lubiyat qayd etgan. So'nggi safar shu yilning iyul oyida chechen jangchi Ahmed Hamzayevga qarshi jang qilib, uni 3-raundda nokaut bilan yenggan edi. Umuman olganda, Nurmatov professional MMA faoliyati davomida 21 ta jang o'tkazib, 13 marotaba g'alaba qozongan. Uning raqibi Umalat Israpilov esa 26 yoshda, chechenistonlik jangchi. U hozirgacha 20 ta professional jangda qatnashib, 17 marta g'alaba qozongan. ACA tashkilotida 3 ta jang o'tkazgan va 2 tasida g'alaba qozongan. So'nggi jangida esa tojikistonlik Oyatullo Mu'minovni mag'lub etgan. Bu ikki jangchining to'qnashuvi shubhasiz juda qiziqarli jang bo'ladi. Biz esa albatta Xolmurat Nurmatovga omad tilaymiz. Do'stlar, agar siz bu jangni jonli efirda tomosha qilishni istasangiz, bizning UZ Sport Telegram kanalimizga obuna bo'ling va yangiliklarni kuting.